Ota farzandini haqqiga duo qilsa qabul bo'ladi, shak shubhasiz qabul bo'ladi. Shuning uchun farzandlar, otaga qarang, otangiz hayot ekan duosini oling, ko'nglini og'ritib qo'ymang, xizmatini qiling. Biling, esingizdan chiqarmang, mana bu dunyoga kelishingizga sabab ota edi. Otangiz bo'lmaganda siz dunyoda bo'lmasdingiz. Bugun dunyoda yashab, kuchingiz, qo'lingiz, bilagingiz kuchga to'lib, belingiz kuchiga baquvvat bo'lib, bugun hayotda tik turibsiz, hayot yashayapsiz, ishlayapsiz, boy bo'lib ketgandirsiz. Lekin otangizga qarang, agar otangiz uning aksi bo'ladigan bo'lsa, siz yaxshi yo'q, otangiz yomon hayotda kechirayotgan bo'lsa, Xudodan qo'rqing. Oq bo'lib qolishingiz mumkin. Otangiz yomon niyatda agar ko'zidan yosh oqib qoladigan bo'lsa, dunyoda bebaxt bo'lib ketishingiz mumkin. Duosini ong, balki duosini ong, xizmatini qiling. Baraka topasiz, dunyo oxiratingiz obod bo'lar ekan. Shuning uchun otalar unga qarab o'tirmasdan farzandlarini haqqiga duo qilsin, olim bo'lsin, ilmli bo'lsin, bilimli bo'lsin, jamiyatga foydasi tegadigan bo'lsin, ko'pga xizmat qiladigan bo'lsin. Bolam, mendan keyingi zurriyotim, ey Xudo shuni qabul qil duomni deb duolarni ko'paytiringlar. Sharoitni qilib beringlar. Ilmiga, bilimiga yo'l ochib beringlar. Ota farzandini haqqiga duo qilsa qabul bo'ladi, shak shubhasiz qabul bo'ladi. Shuning uchun farzandlar, otaga qarang, otangiz hayot ekan duosini oling, ko'nglini og'ritib qo'ymang, xizmatini qiling. Biling, esingizdan chiqarmang, mana bu dunyoga kelishingizga sabab ota edi. Otangiz bo'lmaganda siz dunyoda bo'lmasdingiz. Bugun dunyoda yashab, kuchingiz, qo'lingiz, bilagingiz kuchga to'lib, belingiz kuchiga baquvvat bo'lib, bugun hayotda tik turibsiz, hayot yashayapsiz, ishlayapsiz, boy bo'lib ketgandirsiz. Lekin otangizga qarang, agar otangiz uning aksi bo'ladigan bo'lsa, siz yaxshi yo'q, otangiz yomon hayotda kechirayotgan bo'lsa, Xudodan qo'rqing. Oq bo'lib qolishingiz mumkin. Otangiz yomon niyatda agar ko'zidan yosh oqib qoladigan bo'lsa, dunyoda bebaxt bo'lib ketishingiz mumkin. Duosini ong, balki duosini ong, xizmatini qiling. Baraka topasiz, dunyo oxiratingiz obod bo'lar ekan. Shuning uchun otalar unga qarab o'tirmasdan farzandlarini haqqiga duo qilsin, olim bo'lsin, ilmli bo'lsin, bilimli bo'lsin, jamiyatga foydasi tegadigan bo'lsin, ko'pga xizmat qiladigan bo'lsin. Bolam, mendan keyingi zurriyotim, ey Xudo shuni qabul qil duomni deb duolarni ko'paytiringlar. Sharoitni qilib beringlar. Ilmiga, bilimiga yo'l ochib beringlar.